Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz Erkin Ro'zi apandim bilan mushu tasdiqlangan Hong Kong kishilik huquq qonuni bilan Kongressdan o'tgan Uyg'ur 2019 ning o'xshashligi va farqi to'g'risida ozroq munozara o'tkazmoqchi. Endi nurg'un kishilar ko'rdi. Bu qonun chiqqandan keyin nurg'un egizpasliklar bo'ldi. Mushta qaraydigan bo'lsak, Hong Kong kishilik huquq qonuni tasdiqdan o'tdi. Butunlay prezident imzo qo'yib bo'lgan chog'da buningga qarta boshqacha g'alati bir narsa o'tirib chiqmagan. Lekin Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi endi taqi kongressdan o'tgan chog'dalar, bu yarim yo'ldalar, buning qarta qattiq inkoslar paydo bo'ldi. Mushu YouTube'ga terrorizm qarshi kurash qilyapmiz degan temada bir petitionning programı chiqib turgan bir narsa qo'ydi. Nurg'un kishilar buni ko'rdi. Bu yanala bu Xitoyniki Uyg'urlarga boshqacha bir xil ko'zda qarashda bo'layotganligi intayin aniq. Hong Kongning o'zimi o'xshashlar kishilik huquq qonuni. Uyg'urga chiqarganim o'xshash kishilik huquq qonuni. Demak, ikkisiga ikki xil pozitsiya tutyapti. Buning qarta Erkin apandim, siz hozir fikringizni bersangiz, men shu YouTube'ga qo'yilgan narsaning rasmini menga choplab qo'yay. Assalomu alaykum. Vatan suygan Sharq Turkistonlik qarindoshlar, yana sizlar bilan takrar yana bir qator ko'rishganligimdan nihoyatda xursandman. Allohning mushkuni bergani uchun ko'p Allohga hamd sano aytamiz. Endi biz yana takrorlab o'taylik qarindoshlar. Men sizlarga o'xshash bir o'rganguchi ham izlanguchi millatimiz bu maslakaga vaqtida hammamizningki nima uchun shunday inkos qaytirdi? Har ish kelasi, hatto men mush ishida ancha muncha o'rganib keldim desam bo'ldi. Ba'zan ustozlarimdan, o'qituvchilardan so'rab ko'rdik. Hamda yetarli javobimiz yetarli bo'lishini umid qilamiz. Menimcha ko'pchilik ba'zilarim bilish mumkin. Ammo buni bir o'g'itish so'rini bo'g'ashqa biz ko'pchiliklar yana bir qator bir muloyiza olib boraylik. Xabaringlarda bo'lgandek, endi Hong Kong inson huquq qonun loyihasi bir qonun bo'lib, Amerikaning rahmat aytish bayrami kuni Amerika prezidenti Donald Trump apandim bu qonunga imzo qo'ydi. Bu demak, Amerikada Hong Kong kishilik huquq qonun loyihasi rasmiy qonun bo'lib, bu ijro qilinish bosqichiga kirdi degan gap endi. Endi 12-ayning 3-kuni mushu Uyg'ur inson huquq qonun loyihasi bu kongressdan 407 ovozdan o'tgandan keyin Xitoy hukumati endi o'ziniki diniy mollari, siyosiy kengash, saqchi o'rinlari, hatto avom fuqarolardan tortib bizning vatanda hatto davlat tashqi ishlar ministridan tortib buningga o'zining eng ashaddiy bilan noroziligini bildirgan bo'ldi deylandi. Norozilik deb turaylik shularning tili bo'yicha. Ham mushundaq masala o'tirg'i chiqqan bo'ldi endi. Ham bu yerda mushundaq masala chiqqandan keyin albatta ko'pchilikning kallasida, hatto mening kallamdimi bu ikki qonunninki birsi hurmatli prezident Donald Trump tomonidan tasdiqlanib qonun ijro qilinish bosqichiga qarab kirgan bo'lsa, birsi tex u darajaga yetmay o'tirib mushundaq Xitoy hukumatiningki adaddan ziyoda qattiq inkoslarni qaytirib kirishi odamda bu ikkisida qanchalik farqlar bordi, qanchalik o'xshashliklar bordi degan narsani keltirib chiqarib deb o'ylayman. Shu sababdimi biz bu yerda bir o'rganishlar qilib turyapmiz endi. Hamda o'xshashlik masalasi desa, G'ani apada, men bu har ikkala qonunni inson huquqini qo'g'dash qonuni deb tushuntiribman endi. Endi bu ikkisi o'rtasidagi farq desak. Men buni mundaq tahlil qilaman endi. Endi oldimizda bir tarozi bo'lgan bo'lsa, oldimizda tarozi bor deylik. Taroziga tatqichi Amerika. Masalan, Amerika deylik. Bunning o'ng tarafida Hong Kongning inson huquq qonun loyihasini deylik, sol tarafida Uyg'ur
2019 degan qonun loyihasi bor deylik. Buni Amerika intayın to'g'ri dedingiz. Aha. Buni shunday taroziga tushuntirishga oson bo'lish uchun bizning saviyalik emas. Bu ikkisini tarozi qo'ygan vaqtning o'zida qaysi eg'ir bo'lsa, shundaqmi? Shu masalaning eg'irlik darajasiga asosan qo'ygan ikki narsaning eg'irlik darajasiga asosan bu yerda chiqarilgan qonunning kuchlik va ojizlik darajasida o'xshamaydi deb o'ylayman. Chunki Amerika bir adolatli davlat. Demak ki bu yerda ikkisini o'rtasida taroziga solgan vaqtimizda birga Xitoy hukumati shunday qattiq inkos qaytardi. Demakki buni Amerika hukumati taroziga soldi. Bir taraf nayt qattiq besib ketdi. Demak u yoq eg'ir. Eg'ir degan vaqtimizda uning mohiyatlik masala eg'ir degan gap. Masala eg'ir bo'lgandan keyin uningga chiqarilgan qonunning o'zi eg'ir degan gap. Buningga chiqarilgan qonun eg'ir bo'lgandan keyin bu kimning manfaatiga ziyon yetkazdi? Albatta, bu o'xshash bir kommunistik partiya, shundaqmi? Bu ikki masalama kommunistik partiya hukmronlik qilyapti, albatta Hong Kongga, vatanimizga bu yerda hukmronlik qilayotgan Xitoy kommunistik hokimiyatiga berib buniki inkosimi mush masalaga qiladigan inkosimi albatta bildiradigan Xitoy hukumati o'g'atga inkosimi Xitoy tarafidan bo'ladigan, hokimiyat tarafidan bo'ladigan gap. Endi biz bu yerda masalaninki mohiyatiga asosan bu yerda biz chiqarilgan qonunning kuchlik va ojizlik darajasi o'xshash bo'lmaganligidan Xitoy hukumatining chiqarilgan kuchli qonunga nisbatan nayt kuchli ashadiylik bilan zodi chidamaslik bilan qo'rqish bilan andishning ichida norozilik bildirganligi bu tabiiy. Endi shuning uchun ham bu yerda men oxirgi yishim hozir bir bu to'g'riliq baxchiqmi yishimga kirmaymiz, insonlarimiz yaxshi bildi, ammo men bu ikki qonunga nisbatan bunday qism qo'ydim. Hong Kongnikini demokratiya, inson huquqini qo'g'dash qonuni bo'lgan bo'lsa, dedik. Uyg'ur 2019 ni bo'lsa, bu mu inson huquq demokratiyani qo'g'dash qonuni bo'lib, men buni dedim, erkiy tirnoqning ichida erkiy qirg'inchilikqa qarshi turish qonuni va yoki buni endi ba'zan qo'rqib ketgan qarindoshlarimizning tili bo'yicha bo'lgan vaqtida ishonmay turgan qarindoshlarimizning tili bo'yicha bo'lgan vaqtda erkiy qirg'inchilikning oldini olish qonuni deb tirnoqning ichiga men qo'shib qo'yishni loyiq topdim. Shundaq bo'lg'achqa bizning vatanimizda yuz bergan masala Uyg'ur qilinayotgan masala eg'ir bo'lg'achqa bu yerda chiqarilgan qonunmi 3 turli qonunmi kuchli bo'lgan. Bunda nima uchun kuchli bo'lgan degan chaqda bu yerda ko'pchilik bildi. Bizning bu 2019 degan bu qonun ichida 3 turli qonun bor ekan. 3 turli qonun. Shuni buni akib bir qonun emas, qonunlari desak to'g'ri bo'ldi ekan. Uyg'ur 2019 qonunlari esa buni 3 turli qonun bor ekan. Buni men bu yerda tafsil o'tib tushuntirib o'tirmayman. Yangi mazmunlar qo'shilish ehtimolligi bor deb turdi. Hozir chiqayotgan gaplardan bo'lgan ekan, ammo 3 turli bu yerda inson huquq qonunlari bor ekan. Ya'ni men buni o'zimning til bo'yicha erkiy qirg'inchilikqa qarshi turish qonuni deb atayman. Kechiringlar, bu mening tushuncham. To'xtama. Men hozir nimani chiqarib qo'ydim? Uyg'ur kishilik huquq qonuni kongressdan o'tgandan keyingi kuni, ya'ni 12-oyning 5-kuni Xitoy kommunistik hukumati to'g'riga, ya'ni YouTube'ga biz terrorizm qarshi turyapmiz degan temani asos qilgan bir hujjatli film ham petishanning purg'i chiqadigan narsani qo'yibdi-da. Bu qo'yilgan narsani taqatqa o'rin İngilizce harfle okusam CGTN deydi, 4 tal harf. Bu nime dese China, İngilizce desem China Global Television Network deydi. Jungo Xalqaro Televiziya tori degan ma'no chiqadigan narsa. Bu Xitoyniki, hukumatniki televiziya tori. Maxsus internetla uçur taqtilganda endi mishada bir sal ahmoqlik bir narsa bor. Buning ichidagi mazmunni nurg'un qarindoshlarimiz bildi-ku, men qisqilday inglizcha tushuntirishi bor. Buning ichida asos jihatdan Uyg'urlar so'zlayotgan narsa ichida. Bizning turmushimiz shundoq yaxshi edi. Kimlar bu qalaymaganchilik qildi, birdan manınga ortqizib so'zilib o'tadi endi. Shundaq narsa
Endi buni bu kallisi ishib qolgan ahmaq kommunist hukumat buni asli qo'yish to'g'ri kelsa, Hong Kong kishilik huquq qonun chiqqanda biz bu yerda qirg'inchilikmi qilmagandik, hech qanday ish yo'qdi, bir kichik jidal majra botdi deb mushundaq filmlar chiqasi bo'ldi-da, biz degan to'g'ri yo'lda ketib qolgan hukumat desa bo'ladi. Bular aksicha Hong Kongdagi butunlay imzolanib bo'lsa-mu hech qanday inkos yo'q. Endi Uyg'ur kishilik huquqi endi yerim yo'lga kelgandilar, biz terrorizm qarshi turayotgan, biz zarbiga uchrab kelgan deb o'zini oqlaydigan, ya'ni kirpi balam yumshoq, qog'i balam oppoq bo'lib ketmagan gapda buningga ya kallis ishlaydigan inson qolmadimi bu Xitoyning hukumatida? Ya hamisini o'tirib tugatyaptimi? Bu nima ma'lum? Shundoq ahmoqona bir narsani qo'ydi, hozirgacha turdi, bugun qarsam borkan, o'chirib etmabdi, yana ashu turdi. O'zi indan ziyoliq narsa bu. Gapingizni davomlashtiring. Hadi siz ama ikinci söhbətin başlaşdan axırdakı cavabını verişdən burun mənim qədər özümün göz qarşısında yadımda vaxtı da qoyub Xitay hökuməti burundan tatib Uyğurlarını 2001 yıldan tatib ondan burundan tatib Uyğurlarını terror qalpığı bilan tashqi dunyoda terror qalpığı bilan Uyğurlarını təltüks qırıb yo'qotishni iborat bir razil suiqasdlarni qilib kelgan. Şoňa bu yerda hozir berayotgan Nimisimi ishki bisliq, ya'ni vatan ichidagi xalqqa ular deydiki biz terrorizmga qarshi ish qilyapmiz, biz terrorizmning qurbonlari degan ma'noda ashundaq narsalarni ishlab chiqayotgan. Buning o'rislaryu, Pokistoniy nurg'un musulmon davlatlarga biroz inkas qaytirib, Xitoy mushtag'irlik jabhat atib ketyapti degan gaplarni debdi. Ammo bu Xitoy jabhat atib ketayotgan yo'q, ular pul berish orqali ham yolg'on aşındaq bir yalğan paktlar bilan yalğan guvohlik beryapti demdi ular. Demak, cho'g'in nima desa, Xitoy hukumatı burundan tatib Uyg'urlarni terrorizm orqali yo'qotish uchun o'zi terrorning qurbonligi qilib ko'rsatish kerak. O'zining harakatini qonuniy qilib ko'rsatish kerak. Bu yerda bir-biriga qarshi berayotgan gapi, so'zlarda qarasak, vatanda xalq bayashat yashayotdi, o'tiq deydi. Ham bu bayonotni tashqi dunyodagi masalan isbotlarni o'tirib qo'yish kerakki. Andaq o'z terrorist degan bo'lsa mundaq deb. Amerika g'arb dunyosini 2001 yildan tortib Uyg'urlarni terrorist demagan. Hamda bu yerda ba'zi tashkilotlarni terrorist vaqtli terrorizmga kirgizgan. Bu qatim masalan shu Taliban hukumatimi amaliyoti Uyg'urning bor yo'qligini, ularning tarkibini bilmaymiz. Ammo shu Xitoy hukumati debdikan, shu Talibanning tarkibida terroristlar bor degan gapni degan chog'da Taliban aniq bayonot beribdi. Yo'q, bizning ichimizda Uyg'ur degan haq yo'q. Deb shunday debdi. Demak, endi bu xulosasi gap bizmi Xitoyning bu yolg'on o'yinlari, bu yolg'on o'yindimi Xitoy hukumatı ma'lumot etqachada mag'lub bo'ldi desak bo'ladi endi. Endi bu yerdagi gapninki oxiriga kelsak, bu yerda biz degandek masalaninki mayiti o'xshash bo'lmaganda, eg'ir o'xshab bo'lgandan chiqarilgan qonun o'xshash bo'lmadi. Xitoy hukumatiningki buning nisbatan inkosi o'xshash bo'lmadi. Biriga nayt kuchli inkos qaytdi, biriga nisbatan nayt ojiz inkos qaytdi degan gaplarni dedik. Bu yerda men bu so'zimni deyish orqali men qahramon Hong Kong xalqining bu yerdagi bu albatta men irodasiga hurmat qilaman. Bu xalqning bugungi irodasi g'ani afandim. Bugun bu xalqning bugungi irodasi. Kelgusi 21-asrda qurilgan yangi dunyo sistemasi va 21-asrda kelgusi dunyoda masalan ezilgan millatlarningki orzusiga vakillik qildi. Men bu orqali Hong Kong xalqiga rahmat deyman va Hong Kong va bizning yanimizda turgan Amerika hukumatiga yana bir qator rahmatim deyman. Hong Kong xalqining bugungi irodasi ko'rsangiz bizning Uyg'urlarning ichida Hong Kongning bayrog'ini ko'tarib uncha chiqib biz namoyishlarga yaqinda chiqdik. Ash namoyishning boshlanishidan tortib Hong Kong xalqi siz bayrog'ini ko'rsiz. Bizning vatanning bayrog'ini ko'rsiz. Sharq Turkistonning bayrog'ini ko'rsiz. Yana Hong Kong xalqi aşı Xitoyning diktator CCP hokimiyatiningki ash tayoq to'qmog'ining ichida turib yana Ispaniyadagi katalonlarga mustaqillik tilovatqanligini ko'rsiz. Endi men shu orqali men bu qahramon xalqningki o'tkir irodasiga, bu kaskin irodasiga va jiroqni ko'rarlik bu oqilonlar e'tiborotgan ishlarga ko'p rahmat aytaman. Millatimiz, xalqimizmi har qanday vaqt namoyish Hong Kongning bayrog'ini biz azaldan tashviq qilib kelgan 6-oyning 9-dan tortib biz suhbatlarimizda deb kelgan Facebookda yozib qo'yamiz. Xalqimiz
Hong Kong xalqini qo'llash kerak. Endi tönünkü namoyishlarda qarasangiz 100 ming kishilik ash namoyishlarda bir tarafiga Hong Kongniki bayrog'i, bir tarafiga Sharq Turkistonning bayrog'i Moskvadan chiqqan. Demakki bu yerda zulmni sizlar tortyapsizlar, sizlarning zulminglardan o'lgani o'tirib biz o'tirg'i chiqdik. Bu yerda dushmanimiz bo'lgan bu kommunistik partiyaga kelgan biz sizlar bilan o'rtaq da'votir butun dunyoga ta hozir qadar signal beryapti. Endi mush nuqtadan endi men Hong Kong xalqiga cho'ng rahmatimni bildiraman, ko'p rahmatimni bildiraman. Endi bu yerda selishtirishdan maqsad endi bu Xitoy hokimiyatiningki razillik berib taqildi. Bu yerda Hong Kong xalqiga bundaq kuchli bo'lib ketgan undaq qonun deganni men demoqchi emasman demoqchi. Endi bu yerda ikkisining masalaga selishtirgan vaqtimizda Hong Kong xalqi 23 yil bo'ldi. Xitoy qaytib kelgandi. Biz Uyg'urlar 70 yildan beri Xitoy kommunistik hokimiyatiningki diktator ostida tutyapmiz. Bizning o'sha diktatorligimizdan Hong Kong xalqi o'lib oldi. Ikkinchi, andin Hong Konglarga bo'lgan diktatura bu 2013-yildan boshlab bu kaskinlashib boshladi. Eng oxirgi qatim mushqatim namoyishda eng kaskinlashdi. Hong Kong xalqimi bu irodasidan qat'iy yonmadi. 6 oyni ichida to'xtamas mushundaq o'zining qahramonlik irodasi orqali yana mush irodada Xitoy hokimiyatiga qarshi turgan iroda bilan birga yana dunyoda izilgan bizga o'xshash katalonlar o'xshash boshqalarga yana o'ltirib mushundaq irodasini namoyon qildi ham boshqalarga o'zining irodasini ko'rsatdi ularning erkinlik uchun erkinlik dedi. Endi bizning masalamiz kelgan vaqtida uning o'xshamaydi. Bizning masalamiz o'zimiz bilamiz. Bugungi men bu yerdan so'zimni o'zida qo'ydim. Bu Tırnaqning ichida bu irqiy qirg'inchilik qarishtirish qonuni deb ataladi. Nima uchun? Chunki bugun 3 milliondan 5 millionga qadar bizningki xalqimiz lagerda, turmada, concentration campda. Bu inson huquq organlaridan tortib dunyodagi butun medialar devatida ham yer to'shib ketdi. Bu organlarni epsetyapti. Bu zaten bir yenilik gap emas. Yenilik gap emas. Bu meselenin mahiyetimi berip ya da bu Xitoy hokimiyatini tutayotgan meselenin mahiyetimi bu mahiyet etgan chog'da bu irqiy qirg'inchilik endi. Shuning uchun bu Amerika hukumati g'arb dunyosi bizningki bu vatanimizda bo'layotgan Uyg'ur tutayotgan mavjud vaziyatni, mavjud reallikni Amerika g'arb dunyosi taltiks tunib yetdi deyishki bo'ldi. Yetganlikdan bu yerda chiqarilgan qonun, nayt kuchli qonun chiqdi. Kuchli qonun chiqdi. Shu sababdan Xitoy hukumati buni uxlayolmadi endi. Endi bu yerda sizda oxirida deganda Xitoy hukumati nima uchun uxlayolmaydi? Nima uchun buni eng ashaddiy bilan qarshi turdi? Degan bu yerda savol so'radingiz, ham shunday savol kelib chiqadi endi. Biz o'zimizning masalasiga kelsak, bizga chiqarilgan qonunning masalasiga kelsak, bu yerda biz bu yerda bir step keldik. 3 turli qonun bor ekan. Endi buni deyishdan avval bu qonunning ichida nima bor degan narsalar kelib chiqadi. Endi bu yerda bu qonunlar aytimi cho'ng doirani o'z ichiga olgan ekan. Bir eng meniki ko'zimni diqqatimni tortgan qaysi degan chog'da bu qonun ichida Chenchivango'ningki jazolanish kerak ekan. Siyosiy byuroning a'zosi bo'lgan Chenchivango jazolanish kerak. Jazoga tortish kerak. Biz ilgari deb qo'ygan Shi va Chenni xalqaro sud ochiqish degan gap bor. Biz xalqaro sudda xalqaro sud ulamdi. Boshqa sud ulamdi, jinoiy ishlar sudi ulamdi. Qanday qilib bo'lsin, bu Chenchivango jazolandi ekan. Chenchivango jazolansa 403 betlik materialda turdi. Chenchivangoga buyruqni bergan kim? Shi Jinping. Shi Jinping bu jazoni ichiga kirdi degan gap. Anda qolsa Chenchivango jazolangan vaqtning o'zida bular kimlar ijro qildi buni? Biz 10-oyda oshkorlangan, Amerika tomonidan oshkorlangan tizimlik e'lingan. Ya'ni efendim bu muhim. Tizimlik e'lingan. Bu yerda biz davatgan haliqi 20 saxta organi, 8 shirkat, bu yerda 9 qotil bor. Bunga berib chetildi degan gap. Agar mushu qonun bo'lib, inshaalloh shunday bo'lishini kech kunduz umid qilamiz. Ham yana gapini ochiq deb qo'yadi, deyadimda vaqt deb qo'yadi. Millatimiz, xalqimiz kuchining yetishicha Amerika senatosiga telefon qilish kerak, xat etish kerak. Bu ishning chiqib ketish uchun ishga qo'limizdan keladigan ishlarni tezlatish uchun, bu yil chiqib ketish uchun, tasdiqlanib ketish uchun qo'limizdan keladigan ishlarni qilishimiz kerak. Ahamiyat shu yerdaki demoqchi o'g'lim, agar bu qisqa bir qo'l jipchular aytgan vaqtingizda Chenchivango jazolandi degan gap, bu yoqda Shi Jinping ketdi, bu yoqdan o'ltirib o'z buyruq bergan 20 saqchi organi, 8 shirkat, 9 qotil bor, shundaqmi? Buni ketadi degan gap. Chunki buyruqni shuningga berdi. Ben hazır ekranımda çıkarıp koydum. İşte.
Rahmat. Aha. Ne? Bulağı berip ketildi degan gap andaq bo'lgan chaqda. Demak, o'tganlikisi biz xalq tunishtirib qilayotgani bu 20 soqchi organi, 8 shirkat, 9 bandit degan bo'lib tizimlikda edi. Endi bu qonun ijro qilinayotgan chaqning o'zida bu qonun tasdiqlansa, bu butun tasdiqlangan vaqtning o'zida buni Donald Trump efendim, ya'ni Amerika hukumati buni ijro qilish kerak. Ijro qilgan vaqtning o'zida bu nima bo'ldi? İşning mayiti aşağı bordi degan gap. Endi yana birisi bu yerda bundaq ish bor. Bu qonunning ichida bundaq o'rganib ketishimizcha yana birisi eksportni cheklash, eksportni kontrol qilish degan bir qonun bor ekan. Hozir asli o'tib ketadi ekan bu. Eksportni kontrol qilish qonuni degan bu qonun. Buni to'liqlab kirgizilganligi uchun hozirgi masala shundaq masala ekan endi. Inshaalloh uzoqamay o'tib ketadi deb o'ylaymiz. Endi agar andaq bo'lgan vaqtning o'zida siz degandek boyatinqi inson huquqi va boshqa jihatlardan bu yerda Chen Chuango'ning ismi to'liq tilga olindi. Chen Chuango tilga olingandan keyin bu yerda o tarafı Xi Jinping dedi, bu tarafı Chen Chuango buyruq bergan 20 soqchi organi, 9 bandit bor, shundaqmi? Qatillar bor. Endi eksportni cheklash qonuni bo'yicha ish etmagan vaqtimizda o 8 şirketga berib taqildi degan gap. Qarang. 8 şirketga. Chunki bu 8 şirket Mo'shu biz boya degandek 100 tonish texnikasi bo'lsin, qaysi texnika bo'lsin, bu oliy darajalik texnika bilan ta'minlab kelgan. Amerika hukumati mush qonun chiqib qolgan vaqtimizda mushu 8 şirket orqali mayli bilib turib, mayli bilmay bu Xitoy hukumati bilan mushu 20 soqchi organ bilan va yoki Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullangan shirkat o'rinlar bilan aloqasi bu qolganlarning hammasini aniqlab o'tib jazolaydigan gap. Andaqda bu jazoni ijro qildi degan gapning o'zi qanday bo'ldi? Jazoni ijro qildi degan gap bu yerda 8 shirkatning mol mulkiga berib taqildi degan gap. Mol mulk xo'jayinlariga berib taqildi degan gap. Mol mulk xo'jayinlarining yanchiqqa dazkassa bu mayatni vaqtda bu Xitoy Kommunistik Partiyasining odamlari bo'ladi. Albatta biz Jungo'da bilamiz, bir odam boy bo'lish uchun Xitoy Kommunistik Partiyasining qizil chiroq, yashil chiroq yiqmasa, boy bo'g'ili bo'lmaydi. Mumkin emas. Mumkin emas. Buni hammadan biladi. Anda qo'ygankan bu yanchiq ta'siriyati degan gap, yanchiq ta'siriyati degan gap mayatda qachonda Xitoy Kommunistik Partiyasining amaldorlariga ta'siriyati degan gap, amaldorlariga ta'siriyati degan gap Xitoyning davlat muqimligini qo'g'dayapti degan gap chiqadi. Siz o'ylab bakın, siz bir Xitoy Kommunistik Partiyasi, Xitoydagi bir hukumat, o'zini qudrat hisoblaydigan hukumatdan bir yerda siyosiy byuroning a'zosi bo'lgan Chen Chuango'ga o'xshash amaldorlar bu tashqi davlat chiqamasa yoki jazolanish uchun mol mulk kiritadi va yoki xalqaro sudga chiqadigan inshaalloh chiqar kelgusida ashunda ishlar bo'lgan vaqtda davlat hokimiyati apparatida qanday qadam xotirjam ishlay oladi. Kommunistik partiya biri mol mulkidan ansiraydi. Çünkü viza her türlü çekimler çıkandan keyin siz o'ylab bakın, mening bilishimcha her bir shirkatninki mushu hukumat amaldorlariga besim tushgan vaqtida boshqa yerga sayat davlat chiqqan vaqtida iqtisodiy to'xtamdan tuzgancha chuqur hukumat amaldorlari chiqish kerak. Bunga viza chekim bo'lmagan vaqtimizda bu yerda viza chekimiz bo'lgan vaqtimizda iqtisodiga bo'libmi iqtisod eng qattiq ta'sir etadi degan gap. İqtisodiy eng qattiq ta'sir etadi degan gap. Endi bu yerda bu 8 turlik shirkatga qarasak, bu 8 turlik shirkatda biz ilgari degandek yodimiz bor. Bu eng yangi zamon bu nozik texnologiya shirkatlarchu. Bu Amerika bilan hamkorlashib qilayotgan shirkatlar ekan, anglashlar qargan chog'da. Bu yuqori texnikalik jihatlardan. Endi mushin nishon qoldi degan gap ularning yuqori texnikasiga ta'sir etadi. Yuqori texnikaniki buni ilm berim setimishlik ta'sir etdi. Bo'libmi bularning xulosasiga iqtisodiy eng qattiq ta'sir etdi. Iqtisodiy ta'sir etdi degan chirib ketgan kommunistik partiyaning ishki amaldorlariga ta'sir etdi. Siz o'ylab bakın, bir siz bu hokimiyat uchun ishlagan bo'lsangiz, sizniki mol mulkingizni, viza ishlaringizni, xalqaro sudga chiqmaslik ishlaringizni kafolat qilmagan hokimiyat bo'lsa, siz ishlamsiz onda qadam kelgancha. Endi men o'tirib bir ömür keyingi avladim bo'yicha jinoyatchi bo'lib yoki topgan mol mulkin boshqalardan ko'dirilib, yo'qotilib o'ltag'icha enotma xotirjam chapinni chapib qo'ydaydi nurg'ullar. Albatta, talablar chiqishi mumkin. Oxirigacha turadigan.
Ama köpünçülere kelgan çağda bu yerda jamiyatning, yani hokimiyatning qurilmasi ichida bir andisha dakidukchilikni paydo qilib. Shuning uchun Xitoy hukumati zaten mush qonun qat'iy ma'qullanib qolmaskan degan niyat bilan zaten medianing hammalarida nihoyat kuchli inkaslarni qaytirib hamda ularning til bo'yicha aytgancha radiya qaytadi deb o'ylaymiz. Amaliyotda bu radiya emas. Ularning qilayotgan bir tuhmatlarni qilyapti deb o'ylaymiz. Ashundaq ishlar ifode desak bo'ldi. Yana birisi andin bunday kuchli qonun chiqishlik asosli sababi Xitoy hukumati buni deb qo'shdim menga Xitoy hukumati asli millatimiz buni to'g'ri tushunish kerak. Men har qatim suhbatimda shunday deyman. Bizning ichimizda millatimizni kamsitadigan, millatimizni to'g'ri tushunmaydigan Halqiy Xitoy hukumatida ikki xil ma'rif bo'ladi-ku. Biri milliy ma'rif, ikkinchisi majbur ma'rif. Milliy ma'rif shu millatning o'zining manfaati uchun xizmat qilgan bo'lsa, majbur ma'rif shu yerdagi osonlik millatlarni yo'qotish uchun ishlatiladi. Bu diktator davlatlarda. Xitoy hukumati mushu 65 yo'lni besib o'tgan Ipak yo'lida Uyg'urlarga qat'iy ishnomadi. Uyg'urlar qanday qilib bo'lmasa 70 yildan birisi bu millatning ya tilini yo'qotamadik, ya dinini chiqaramadik, ya to'ylashdan boshqa hech qanday ishlarni ep qoramadik. Endi biz 65 davlatni besib o'tgan kelgusi ularning tushi bo'yicha yangi dunyo sistemasida biz bu sistemni ep qolsak, bu yerda bu millat bizga tez tukmagan ahvol ostida baribir qalayimqanchiq chiqadi deb qardi. Shuning uchun bu yerda bu Xitoy hukumati 3 bosqich bo'yicha Uyg'urlarni talto'kis yo'qotishni buni plan qildi. Buni masalan ichki dunyoda Yahudlar qirg'inchilik kechib qolgan bu Amerika, G'arb dunyosi ikkinchi qatam mushundaq ko'z oldida mushundaq bir turkumlab bo'lgan irqiy qirg'inchilikning bo'lib qolmasligini oldini olish uchun bu qonunga Amerika hukumati yaxshi kuch deb o'ylayman. Yana birisi ko'pdan ko'p rahmat o'ylayman. Endi yana boshqa qarindoshlarimiz mangan bo'ldi. Albatta millatimiz guvohlik berdi. Har turli ishlarni qildi. Bu ishlarning ichida hammasi bor. Amerika qarindoshlarimiz mangdi, guvohlik berganlarmi bor. Vatandan ularning olgan istixborot bilimlari bor. Hamma jihatlarni yig'ib to'plab kelib, xulosa gap G'arb va Amerika bo'lib Amerika hukumati bizning vatanda bo'layotgan Uyg'urlarga tutayotgan sistemlik yo'qotish, ya'ni bu irqiy qirg'inchilikning haqiqiy qirg'inchilik ekanligini Amerika hukumati tunib ketdi. Shuning uchun bu yerda mushundaq bir kuchli bir qonun chiqdi. Xitoy hukumati bu qonunga shunchalik bir ashundaq inkaslarni qaytadi desak bo'lgan, buni so'z tepilmaydi. Men so'z tepolmadim hozir ularni qanday bir nomardlik bilan so'z qaytganlikqa. Demakchi menki hamda ishlarniki asosli qarshi shu. Chunki bu yerda deyilgan xulos gap shu. Chunki masala eg'ir, chiqqan qonunninki himisimi eg'ir. Kuchlik. Shuning uchun bu yerda Xitoy hukumatining oliy manfaatiga yoki zodi mavjudlikqa kommunistik partiyaniki nurg'un ishlarga ta'sir etadigan o'qankin Xitoy hukumati hozir qadar hatto bugunmi har turli ishki yo'llarini o'tirg'i solayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bu qonunni to'xtatish uchun har turli harakatni qilayotgan bo'lishi mumkin. Allohdan tilaydiganimiz, millatimizdan tilaydiganimiz shuki, shu millatimiz, xalqimiz bugungi kunning o'zida meni etib etinglar, o'ltirib etinglar deb yig'layotgan insonlar bor shu qiyinchilikning ichida. Shu zulmning ichida. Endi millatimizmi bundan ko'p xo'sh bo'ldi deb o'ylayman. Xudoyim mushlar bir bijil to'liq hal bo'lib, kelar yildan boshlab bir ijro qilishga kirib ketish uchun men qo'limdan keladigan ishlarni qilaman. Ham butun aziz vatandoshlarimiz, millatdoshlarimizning mush maslakada vaqtimizda qo'ldan kelgan barliq ishlarni qilish kerak deb o'ylayman. Endi menimcha hozircha beradigan javobim shu. Rahmat. Endi Mavaz Shuhrat Zokirniki Beijingda o'rinlashtirgan Goviyan muxbirlar ziyorati degan bir atalmish o'zlarining bir suhbatida bayonot e'lon qildi. Xi Jinping bayonotni qilmab chingjonga olam chiqmay, Zokirni so'rab yuribdi hozir qo'rchoqni. Endi bu to'g'riliq azroq uchur bagash munozirlashsak deyman. 12-oyning 9-kuni Beijingda o'rinlashtirgan Goviyan muxbirlar ziyorati ekan. Bu yerda Shuhrat Zokir
uçuq o'ttirga qo'ygan ham butun Jungo tavasida uçuq taqatgan ekan. Buningda Amerika bizga tuhmat qildi. Mushu 3 yilning yoqi 2 million 300 mingdek nomrod kishilar hammasi nomrod butunlay qutulib bo'ldi, baxtli yashayotdi, bizga bo'htam chopildi degan narsani so'zlabdi. Endi Xitoy tarafdorlari qalsaq, bu sirtda xalqqa andaq so'zlab qo'yib, bular ayrim yana mediaga chiqmay maxfiy suhbat o'tkazgan. Bu yerda butunlay partiya a'zolari deymizda, Beijingdagi Xitoychilik Jungnanxaydagi kattoboshlar Jungnanxayni ma'vo chataldagi demokratchi Xitoylar uni Jungnankan deydiga, yoki Jungnan ozgili degan ma'noda. Bizim Uyg'urcha ism qo'yib qo'ysak, unda Beijing ozgili deymizmi? Ya kommunist ozgil deymizmi? Bir nim desanglar, shu ozgilda maxfiy yerga o'tgan qata buning ismini qo'yib qo'ygan, ba'varqi Shavklayti deydigan bo'lgan biz. Chunki Uyg'ur emas. Ular insonlarning hammasi Beijingdagi Shavklayti de. Shavklayti, uning ismi Shavklayti. Xitoy. Shu kerak. Buni ashundoq qilishingizni umid qilaman, ha. Zakir. Shavklayti. Shavklayti, Zakir. Bu maxfiy ozgilda maxfiy doklad beribdi. Bu endi bayonotgan bir hisobda. Buningda degini Xitoy kommunistik hukumati Amerikaga yalvarib bu qora tizimlikka kirgizgan kishilarning ismlarini e'lon qilmasanglar, biz vatandagi, ya'ni Abdurahmon tavasidagi butun bilim oshirish markazlari, hunar uyutadigan, texnik uyutadigan markaz, atalmış markazlarni, yana jazo lagerini hammasini taqib etdik. Chunki biz o'qiydigan odamlarni hammasi o'qitib, hunar uyutib bo'ldik. Hozir bir odam qolmadi, hammasi e'lon markazda taqilib ketdi deb maxfiy doklad beribdi. Bu intin ahmoqona bir gapda jazo lagerini o'zi qurdi. Endi ismini o'zi o'zgartirib oldi, tarbiyalash markazi deb. Aşağıya kirgan qarindoshlarimiz Shukrayti, Zakir demi aqlliq, Xi Jinping demi aqlliq, Kim Jong Un demi aqlliq. Ashlar nima uchun berib yurganmaydi desa-da? Xalqni so'lib oladi, qaqti soqti qiladi, organ setib pulni xashlaydi. Adinin kesh qilgan ish shular bilanki. Endi bu yerda bir odam qomit debdi, qancha odamni qo'yibdi degan narsaga bu yerda javob yo'q. Burun biz anlab kelyapmiz, shu jazo lageridagi ba'zi odamlarni, ba'zi qarindoshlarimizni 7 yil, 12 yil ashunday kesib turmaga solib etgan. Xo'sh, endi jazo lageridan qo'yib etdik desa, turmaga akirib etganlarni uning nədəki so'rig'ini qilamiz endi. Biz jazo lagerida bir odam qolmadi deb ashning quruq sapsatlik ishib o'tiramdik. Mundaq masala bor. Bu sonni bir nim ochiq demagan. Bir odam qolmadi debla imloqman tugitib etgan. Bu Mashhadagi turgan rasm 12 oyning 9-kunisi Beijingda muxbirlar kutilish ziyoratida so'zlagan naq maydondagi rasm ekan shu. Sirtqi bir xil, ichida bir xil so'zlaydigan gap bu. Endi bular nima uchun qora tizimlikni e'lon qilmadi yalvardi hozir desa, bu Xitoy qarshi turayotgan Amerikalar emas. Butun dunyo qarshi turadi. Bu Xitoy Kommunist Partiyasi bu yer sharig'imi yuk bo'lgan bir dashqallikmi to'shmaydi. Dashqalning bir narsa ishlasi bo'ldi-ku, bir yana tindirdiga. Dashqalligimi yaqin kelmaydigan narsa. Endi bular hozir qo'rqayotgan narsa nima desa, bayam siz deb o'tdingiz, bularniki iqtisodiy ta'sir etadi degan to'g'ri. Bular hozir ichidan hem parçalanıp, bölünüp, veyran bo'ldi. Masalan, ülüşkün dollarning bahsi Jungo chegirsi ichida 10 yuan. Xalq puli 10 so'm.
Aldığın günü, onun da bir gün ötkenlik illa 12,5 so'm o'rlabdi. Hozir biz internetdan qarasak, $1 7,04 yuan. Xalq puliga ashunda. Lekin Jungoning chegirisichida faqatli o'xshamaydi. Nima desa, hozir chaq chekidan ajrab ketdi. Bu hozir majburil turyapti-da bu. Endi bu butunlay yiqilib tushsa, bu g'azinda pul yo'qligi aniq. Bular hammasi bulab talab, xashlab, chatlab, yo'tkab tuyutyapti uni. Hozir ma'lum pul bor yerda, qizil raqam. Organ satgan pullarni yerga tiqsimi, neft, gazlarning pulini tiqsimi, yana o'ttirliq ep qochilgan, bulab qochilgan odamchi, ular xalqancha olalaydi u pulni. Hammasini hozir chat yo'tkab bo'ldi. Biz farzimizcha 90%dan o'shu amaldor Xitoy kommunistik hukumatining amaldorlarining hammasining uy o'choq balavoqlar hammasi chet elda. Bizning bilishimizcha. Lekin ma'vo chet eldagi Xitoy taratqularida 76% boshliqning bollari, uydagilar chet elda deb chiqibdi. Endi bunda qo'yilsak, bu chet eldagilar misol qo'qilgan demokrat Xitoylarning qo'qilgan yeri bormi bu yerda? Bu hatta bular to'qqiz Demokrat Xitoy sizga so'zingizga bir og'iz qistirib qo'yay. Demokrat Xitoy degan shakli o'zgargan ash kommunistik Xitoyning o'zi shu. Ash kommunist demokrat Xitoy degan bu faoliyat qilayotganlari setib olingan, shularning Xitoy Kommunist Partiyasining dollarini xashlaydigan, shakli o'zgargan, maskasi va kommunistlar shu. Bu demokrat Xitoylar Uyg'urlar erkak qirg'inchilik uchirdi degan narsani og'ziq ep baxmag'anti. Tönögündən başlab ağzıq aldığan bo'ldi. İngilizce genocide deydi deb so'zlayotdi. Endi nima uchun og'zig ep qoldi desa, bu hozir butun dunyo tutashdi. Bularning iqtisodiy manbasini bankalardan bir axtursida chiqdi. Qaysi demokratchi, yolg'on inqilobchi, yolg'ondan Xitoyni tillaydiganlarning pulni nalardan evatgani chiqdi. Shunga hozir o'zini aqlash uchun matrak o'tdimi yoki burun qo'q deyamagan bo'lsa, endi bizga ergishib deyatamda uni o'qimadim, lekin to'nagundan boshlab bu gap chiqdi. Endi bayamqi Allohniki pullarini bekarsak, chet elga hammasini g'azindek pulni yo'tkab bo'ldi bular. Nagil qarsa Xitoyniki amaldorlarining bollari shu davlatlarda dachida o'tirdi. Bir odatga uy setib oldigan ish yo'q. Shundoq yo'g'on dachida o'tirdi. Eng qimmat pullik mashinalarni haydab yurdi. Bu hammasi bulab kelgan pulda. Endi bular chet eldagi urug' tuqqanlarga embargo yurgizsa, biz chatga mo chiqolmaymiz, chatdagi balchaqimiz hammasi vayron bo'lib ketdi deb o'ziniki iqtisodiy manfaati urug' tuqqanlarini o'ylabla oyadagi millionlagan odamlar chatg'i yo'q. O'ziniki yanchug'idagi narsa shuni o'ylabla hozir birdan Amerikaga yalingan, birdan Yevropadagi demokratik davlatlarga yalingan. Endi maxfiy dokladlarni berib, bir odam qolmadi, ku deb davlatlar maxfiy istixborotlar maxfiy uchun evatib, hozir mushunda qilib yurdi bular. Endi bular qanchalik qisqasin, bular dardan qutlanmaydi. Darga esiladi. Eng başta Xi Jinping, aqdan Chonchongo, aqdan mavo Shukrayti, Zakir, ma chiqdi. Buning qarta sizni azroq fikringizni deb basangiz. Meniki boshqa bu to'g'rida deydigan gapim yo'q. Bu tashlash kerak. Suratınız ketib qoldi bu. Meniki chiqyapti. Ulandı. Hozir suratınız ketib qoldi. Shuning uchun millatimiz mushunday yer kelgan chog'da har bir so'zda, har bir fikrda, chunki har qanday bir qarshilik dilda, tilda amaliy harakat bo'ladi-ku. Biz ularga Uyg'ur davatib Uyg'urlik muomalasi qilganlar Uyg'ur emas, u xoin.
milletning qini bor. Undaq insonlarni biz eng avval dushmanga qarshi turish uchun dushmanning sevgisini qalbimizda chiqarib o'tishimiz kerak. Shuning uchun uning ismi Shavkatli. Xitoy. Endi ikkinchidan meni deydigan gapim ularning tafsili yana burun aldab kelgan aldamchiligi. 5 ta jazo lageri yo'q degan, keyin uni o'ynanni o'gitadigan bir o'rin degan bo'ldi. Hamda qo'pab o'tirib, yo'q bu bati buning ichidan xizmatli yetarli tarbiyani ep bo'ldi, bu qo'yib etildi degan gapimiz. Biz bunday so'zlarga balkim bir turkum ozroq odamlarni qo'yib etib, Boşun tashqi dunyoga telefon qildirish orqali ilmiy fikrlarni o'ynash mumkin. Meni deydigan gapim, millatimizni bunday so'zlarga hech qachon ham ishonmaydi, ham ishonmaslikka chaqirma, ham millatimizning ham mustaqil bo'g'icha bularning 70 yildan beri ilmiy fikr o'yiniga tushib keldik. Yana shu ilmiy fikr o'yiniga yana tushimiz. Shuning uchun toki mustaqil bo'lganga qadar mana o'xshash ilmiy fikrlarga milletimiz xalqimizdan ishonmasligi, yana takror dastimasligini umid qilaman. Milletimiz ishonish kerakki, mush irqiy qirg'inchilik hozir xalqaralashib boshlab mangdi. Mush yo'l bilan mangan vaqtda biz inshaalloh biz mustaqilligimizga uzoq qolmagan kelgusida biz yeta olamiz. Yana deydigan gapim shu, dunyoda irqiy qirg'inchilik uchragan millatni dunyo hech qachon, hech bir zaman o'p bitim tashlab qo'ygan yo'q. Chunki buni o'chig'in deyish kerak. Amerika bo'lsin, g'arb dunyosi bo'lsin, bu dunyoda yumshoq kuch deydigan bir narsa bor. Ya'ni yumshoq kuch qaysi degan chog'da demokratiya, inson huquqi. Masalan, Amerika hukumati deyli yoki Yevropa Uyg'urdek bir davlat qurgan, madaniyat bo'lgan bir millatning ko'z oldida yo'qolib ketsa, Xitoy hukumati ashada o'tirib ma'lum bir surkilish topdi, Uyg'urlarni qirib tashladi deyli. Qirib tashlagan vaqtimizda Amerika g'arb dunyosining kelgusi yumshoq kuchiga tahlil etolmayapmizmi? Albatta yetadi. Shuning uchunmi bu yerda insonlikni so'ygan, inson huquq, demokratiya deganni o'zining asosli harakat nizomini qilgan Amerika g'arb dunyosi bizning ichimizdagi bu problemlarni, ya'ni irqiy qirg'inchilik masalasini bizning ichimizdagi insonlar tushunmagan bilan avvalo tushundi. Tushungani uchun inshaalloh shunday yaxshi qonun chiqdi. Bu qonunning Xudoyim bo'lsa, mush yilning ichida hurmatli prezident Donald Trump tomonidan tasdiqlanib, kelar yildan boshlab amaliy ijro qilinishini umid qilaman, ham shuni tilayman. Chunki shunday bo'lgan vaqtimizda nurg'ulg'an begunoh insonlar o'limdan qutuladi, ham buning konkurs tartibi bo'yicha xizmat ishlagandan keyin biz o'zimizning mustaqillikqa biz yaqinlashmoqmiz degan gap. Qanday qilish kerak degan bir harakat strategiyasi kelib chiqdi. G'aniya apandim bu orqali. Mustaqillik uchun qanday qilish kerak, nima qilish kerak deganda o'zimizdan bir yurak paydo bo'ldi. Bu qonun tasdiqlangandan keyin qanday qilgan chog'da tashqi dunyodagi Uyg'urlar uchun aytgan, vatanparvar Uyg'urlar uchun aytgan vaqtimizda bir yurak paydo bo'ldi. Vatan ichidagilar aytgan vaqtimizda bir yurak paydo bo'ldi. Yurak paydo bo'lgani uchun andiz bu yerda mukammal bir plan o'tirib chiqdi. Plan o'tirib chiqqandan keyin harakat shakllanadi. Harakat bo'lganda inshaalloh bizning mustaqilligimizga yetadiganqa yaqinlashadi degan gap. Meni deydigan gapim shu. Rahmat. Bayan siz Hong Kong to'g'riliq azroq dedingiz, men so'z qistirey deb o'yladim. Hong Kong xalqidan o'ginayli, ham ularni qo'llayli qarindoshlar. Hong Kong xalqi ta hozirgacha kurashlarni davomlashtiradi. Bu Asiya qit'asidagi tunji qatimliq demokratik inqilob. Ham tunji qatimliq desam, boshqacha tushunib qolmanglar. Eng keng ko'lamlik, eng uzun bo'layotgan demokratik inqilob. Xitoyning ichida bunday inqilob bo'lib boqmagan. Buni ham davomli qo'llaymiz, ham bulardan o'rganamiz. Bu Hong Kong xalqi nima uchun bunchalik g'ayratga keldi desak, buningga asosliq turtki bo'lgan boyamma erkapandim degandek Uyg'urlar masalasi intayin ta'sir qildi. Demak, bular atrofdagi Xitoyning go'mashlarini tortib, shu kommunist hukumatning odamlari hammasi bu yerda hech nima bo'lmadi degan bir narsani deyotgan bo'lsa-mu, amaliyotda u yerda irqiy qirg'inchilikning bo'layotganligini Hong Kong xalqi allaqachon tushunib bo'ldi. Shunga bugungi Uyg'ur ati biz bo'lib qolamiz deb buni tushungashga intayin qattiq ham uzunga so'zilgan bir inqilobni boshladi. Ta hozirgacha to'xtab qolgani yo'q. Biz yana takrorlaydiganim qo'llayli, o'ginayli.
Endi en ahırda muşu kıyırdaşlarımızga yeni deydiğinem Şökret Zakir sırtkı e'lon qilmay ichki jihati e'lon qilgan bu Gani efendim, dostum, ben qarang medianın üzüteyme, kalbinizden çıkırıp etin, onun ismi Şevkilayti. Şökreyti Demang dostum. Şökreyti Zakir Aha. Şökreyti Zakir'ninki gipi yalgan işenmeyli kıyırdaşlar. O koyuvetti o degen bolsa ular plan tuzab Xi Jinpingning buyrug'i bilan bir ishga yoki kishilarning diqqati tushadigan masalan faqatla Urumchidagi bir nechasini begalab ashlarga yo'g'on qulupni sap qo'yiblar. Mana hammasi texnikani o'rganib bo'ldi. Hammasi uyga qaytib ketdi deb u bu yana ko'rsatish uchun shu o'ttirga tashlaganlar bir narsa bu. Yelkisib o'ttirib tugatganlarning hozirgacha hech qanday izligi bo'lmayotdi. Bu hamini o'ttirga chiqadi. Oshkorlanmaydigan sir yo'q. Bu cho'qim dar esiladi qarindoshlar. Mening so'zim tugadi. Rahmat, mening boshqa so'zim yo'q. Ko'pchilik rahmat. Yana